Aqida haqida endi darslar eshitib, kitoblar o'qiyapman. Ba'zida birinchi marta o'qiyotganimda har xil yomon xayollar yoki shubhalar keladi. Alloh saqlasin, keyin tez tavba qilib olaman. Bu narsalarni o'zim ham xohlamayman. Shu holatda men gunohkor bo'lmaymanmi? O'zi aslida birinchi masala, modomiki agar o'zi o'qiyotgan bo'lsa, shunda bir shak shubha keladigan bo'lsa, o'zi o'qishni tark qilishni kerak. Chunki xosatan boshlang'ich bo'lgan kishida o'zi o'qiyotgan paytda ba'zi bir shak shubhalar kelib qoladi. Bu insonni vasvasa qilib dindan chiqarib yuborishi ham mumkin bo'ladi. Shuning uchun ustozlar bilan o'qiladi, o'sha xayolga kelgan narsani ustozga aytiladi. Ya'ni men hayolimga shunday narsalar kelib qoldi. Bunda qanday muomala qilishligim kerak? O'shanda ustoz uni yechimini beradi. Ammo ustozlar yo'q bo'lgan bir o'rinda bo'ladigan bo'lsa, faqatgina o'sha shak shubha kelmaydigan qisqa-qisqagina kitoblarda o'qish kerak. Misol uchun Usul-u salasani tarjimasi bo'ladigan bo'lsa, Kitobut tavhidni tarjimasi bo'ladigan bo'lsa, shunga o'xshash kitoblar bilan cheklanishligi lozim bo'ladi. Allohu taala a'lam.